So'nggi kunlari bo'lsa-da tanani jizg'ana qilayotgan oftob yoz tarovatini berayotgan bir paytda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan mana bu manzaralar uni ko'rgan kishi qalbini ushbu maftunkor go'shalar tomon yetaklamasdan qolmadi. Biz ham ushbu go'zallik taassurotlarini siz bilan bo'lishish istagida unda ko'rsatilgan manzil Dehqonobod tumanining Avjin qishlog'i tomon yo'l oldik. Bu qishloq haqida avval eshitmaganimiz tufayli uni topishimiz ham biroz mushkul kechdi. Adirlar tugab tobora tog' tomon yaqinlasharkanmiz. Chambil mahallasiga yetdik. Muddaomizni bilgan hokim yordamchisining yuziga biroz kulgu inarkan, maxsus mashinaga chiqishimizni so'radi. Yo'l-yo'lakay qishloq tabiatini o'zgacha g'urur bilan ta'riflab borayotgan hamrohlarimiz bizni qalin archazorlar tomon yetaklab borarkan, atrofga nazar tashlaymiz. Ko'zlarimiz biz suratlarda ko'rgan manzarani izlardi. Biroz yo'rga suruvini o'tlatib yurgan cho'ponlar oldida to'xtadik va shu yerda hamrohlarimizning sirli kulgusidagi ma'noni anglagandek bo'ldik. Bir yağmur kam bo'ldi, jilda obod bo'lib edi, yam-yashil bo'lib edi. O'tgan mayda yağmur zo'r bo'lib edi. Shuning uchun hamma narsa obod bo'lib edi. Garchi o'tgan yilgi manzaralar ortidan shuncha yo'l bosganimizni tushungan bo'lsak-da, atrofimizdagi go'zallik ko'ngilga taskin berardi. Biror soatlar tog'lar oralab yurib, Avjin qishlog'iga tushib bordik. Bu qishloq ham boshqa tog' qishloqlardan sira farq qilmasdi. Faqatgina qishloqda birorta oilaviy ajrimlar bo'lmasligi, jinoyatchilik va huquqbuzarliklardan xoli qishloq ekanligi haqidagi ma'lumotlar e'tiborimizni o'ziga tortdi. Shu imkoniyatimizni boricha bitta ro'zg'orni ajratishga qo'ymas edik. Tushunmaganlar bo'ladi endi, tushunmovchilik bo'ladi. Yoshlik, qaynadan bo'ladi yo kelinlar yoshlik qiladi. Shularni qaysi yo'li bilan bo'lsin, biz shularni yarashtirganmiz. Qishloqda momo meros gilamchilik hunari hamon ardoqlab kelinar ekan. Biror xotin-qiz yo'qki, bu hunarni bilmasa, deydi suhbatdoshlarimiz. Ikki uyda biriga hojilar bor. Prezidentimizni duo qilib o'tiramiz. Bizga nima kamchilik bor? Nimadan nolaydi? Yoshlarimiz o'qiyman desa, mana sharoit yaratib beramiz. O'qisin borib. Qishloq haqida eshitgan chog'imizdayoq uni nomi qiziqishimizni uyg'otgandi. Boshi Avjin bo'lmagan, bu Gavjim bo'lgan, Gavjim dara bo'lgan. Bosh bog'imiz, Xarat bog'imiz huzur to'raligida 4 yashar ho'kizning jog'ini ayirib, musobaqadan o'tgandan keyin huzur to'raligi tilatlang deganda, menga shu Gavjim darani ber deganda, asta-asta Gavjim dara borib Avjinga aylanib ketgan, Avjin bo'lib ketgan. Garchi qizg'aldoqqa to'la adirlarni ko'rmagan bo'lsak-da, qishloqning oddiy odamlari bilan bo'lgan suhbatlarimiz, ularning turmush tarzi bilan tanishish jarayonlari vaqtimizning behuda o'tmasligini ta'minladi. 32,5 million kredit olib, mana shu bog'ni yaratdik. 400 dan oshiq daraxtim bor. Mana shu oldin ekilgan, ketma-ket ekilgan, mana hosilga kirib qolgan. Nasib bo'lsa, mana shu 300 tubi hosilga kirgan. Bundan bir 7-8 tonna, 9 tonnaga yaqin hosil kutyapmiz. Bizning qishloq odamlar haqida eshitganlarimiz shunchaki gaplar emasdi, chunki bugun ular ham tomorqachilikni, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish borasida astoydil harakat qilishmoqda, deydi hokim yordamchisi. Asosiy driverimiz chorvachilik, qo'shimcha ravishda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish, issiqxona, bog'dorchilik, yana kavrakchilik nimalarni loyihalarini qo'shib ketyapmiz. Bironta ham shu joriy yilda jinoyatchilik bo'lmagan. Holi hudud hisoblanadi. Yashilda ajrim ham yo'q. Shu kecha kunduzda bironta 2025-yilda joriy yilda. Olis tog'lar bag'rida bog' yaratayotgan bog'bon ham, suruvning ortida adir oralab yurgan cho'pon ham, ajdodlar merosini avlodlarga qoldirib kelayotgan nuroniylar, butun qishloq ahli o'tayotgan kunlarda mamnun yashayotganiga qishloqda o'tgan bir kunimiz davomida yana bir bor amin bo'ldik. Muhimi ular bugun o'z hayotlarini yanada mazmunli qilish harakatida.